gilamga. Bizni to'yxonaga kelmadik-ku. Ha to'y ertaga, bugun ujin qilaylik sen bilan. Pulini beramiz, Shohruxxon seni yaxshi ko'radi. Shohruxxonmi? Sal shoshimanda shunga tegsam bo'lar ekan. Bori qolalaqa. To'y ertaga kim kiydirdi bunga oq ko'ylakni loy qiladi? Ha kim bu? Artistmi? Shohruxxon-ku jinni. Ha kiyib shunab chaqirasan. Pul berdingmi bunga? Yaxshi. Voy bil. Ibi kayvon yanga. Ya, Shohruxxonmi? Oilalang bo'lib, anglar to'ylarga yetkazsin, maylimi? Sizlarda ham anglar tortdim manglar. Mana qishloqdoshlar Shohruxxon akam bilan tualetdan chiqdik. Unda kimga ham olasizlarmi? Shu yerda ham olasizlarmi? Ichkarida olish kerak. Sal kibri bor ekanmi deyman. Sharmanda qilding odamni. Shartdan videoga olasanmi? Qara ichkarida videoga oldim. Qora gamash kiygan. Ha, qora ekan. Qora. Shohruxxonni qo'liga suv qo'yapman, qaranglar. Shuning o'rnini Anvar sanayib chaqirsang bo'ladi-ku. O'zing chaqirsin to'yingga, xo'p? Chaqiraman. Sen to'yingga it ham kelmaydi. Shoha? Televizordan ko'ra hayotda ancha chiroyli ekansiz. Sal shoshibman-da. To'y qol. Bir qo'l qilasan. Shohruxjon mana shu yotasan. Mana bu kim yotadi? Bu yerda mehmonlar yotadi. Nima san deb hamma ko'chada yotsinmi? Yot Shohruxjon. Olayman, yot. Tak, Shohruxxon yoniga kim yotadi? Yonida yotish 200 ming. Bo'ldi. 200 mingmi? 50 ming bersam bo'lmaydimi? 50 mingga quragini emishmisan ko'jon. 75 ming pulim bor. Bo'pti, oyoq tomonda yotasan, davay kir. Menda karta edi. Karta bilan borib Mirjalol Ne'matov bilan yotasan. Bo'y qol. Qarorchi, men ketdim bundan. To'yingga ham. Nima bo'pti? Men bir kunga to'yga kelganman. Bilaman Shohruxxon. Bizning maqsadimiz sen bilan ujin qilib, sen bilan yaqindan tanishishdi. Ketma Shohruxxon. Aka, men bilan ujin qilmoqchi bo'lsangiz, Mobius kompaniyasini 5-yanvargacha Mazda yangi yil tarifiga ulanib, men bilan o'sha ujinni yutib olsangiz bo'ladi-yu. Yo, shunday qilsa bo'ladimi? U tarifning ichida yana nima bor? Cheksiz qo'ng'iroq va megabaytlar. O zo'ra kanka. Men ketdim. To'xta Shohruxxon, bitta iltimosimiz bor. Shu kichkina bizneschamiz bor, kolbasa ishlab chiqaramiz. Shuni reklama qilib ber. Shu bilan qutulamanmi? Keyin ketasan. Ol, Abdulla akamning kolbasalari zo'r. O'rtoqlar, Abdulla akamning kolbasalari juda zo'r. Tatib ko'ring. Молодец, молодец. To'xta. Allo. O'lgan mol? 3 kun bo'libdi, kolbasa qo'shsak bo'ladi? Hey, nima deyapsiz? Videoni o'chiring, nimalar qo'shib tashlagansiz buning ichiga? Nima o'chiraman? Baribir sen meni kolbasamni yemaysan-ku. Sen baribir shaharda sifatli kolbasa yeysan. Yeysanmi menikini? Ha, kolbasa. Top keling, ko'tarimi, top keling. Voy mamona. Nima bo'ldi yana bola? Dada ko'rmaysizmi? Uni negativchilar yana keliningizga yozganda, militsiyaga borib top kelay shuni. Uy, kuysin shu negativchilarni. Top bolam, top. Qo'ying shuni darchada. Ye, ana o'g'ling keldi. Topildimi? Topdim. Kim ekan? Mana qo'shnining o'g'li. Sattorning o'g'limi? Ko'ra olmaydi-da bular, ko'ra olmaydi. Sotga beringizlar. Bu hali hammasi emas, dada. Negativlar juda-ku. Militsiyaga bitta o'qib bering. Demak, birinchi profil sohibi Sohiba Chaqmoq. Topingchi. Ammangizning nomida ochilgan ekan. Amma siz rosa hurmat qilardim-ku, amma. Nima deb yozibdi bu? O'qigani? To'ylarda jakillab qo'shiq aytgandan ko'ra, uyingda lo'pillab qaynonangning xizmatini qilsang bo'lmaydimi deb yozibdilar. Ha? Ish qilsin-da. Senga nima? To'y qilingga bor. İçimizde alajilar saqlagan ekanmiz-da. Demak, keyingisi Janichka 108. Bular onangiz ekan. Voy, ona. Sharmanda. 108 ham qo'yasan profilingni. Nima deb yozibdi bu? Mayli, o'qimay qo'yavering. O'qi. Munisani zapal videosini ko'rmoqchi bo'lsanglar, profilimga o'tinglar deb yozibdilar. Onajon, qanaqa video? Nima videosi bor senda? Yo'q, buni podpiskama, propiskama anish ko'paysin dedim-da. Sanganim. Sharmanda qilding militsiyaning oldida. Yana bitta bor ekan. Qaha Svitochik. Ukangiz ekan. Ukan? Nima deb yozibdi o'qi? Kalta kulta kiyib yurasan, eringga ham qoyil qolmadim.
Kimmo ekansiz, Chimo? Manga qara. Akang chimo bo'lsa, sen nima svetochka qo'ygansan profilingni? Atirgulmisan? Mazam qochyapti adasi. Sharmanda bo'ldik. Nimaga faqat o'zimiznikini yomonlashni bilamiz? Uni padeshka qilishni o'rniga faqat negativ yozamiz. Nimaga? Uzr, kechirasizlar, oxirgisi bittasi qolibdi. Kim u? Sevinchga 69. Dadangiz ekan. Dada? Shuni ham topdinglar. Qanday topdinglar uni? Ya, o'qingda nima debdi? Ya o'qimang kelin. O'qiydi. Hamma joying sunniy. Tabiiy joying qoldimi qizaloq deb yozibdilar. Dada sizdan kutmagandim lekin bor-ku. Uyalmadingizmi shunday deyishga? Negativ yozsang senga hamma e'tibor berar ekan, yozmasang hech kim e'tibor bermas ekan. Mana Sizga nima endi shu? podpiska uchun qildim kelin. Atak yaxshi. Aka, Munisipal Lopesmi? Ha! Mashinam buzilib qoldi. Itarishga yordam berib boring. Böyle gap yo'q, sizni mashinangizni itarish biz uchun sharaf. Haydang, sekin itaraymi? Rahmat akajon, siz yordam beringiz, mashinam yurib ketdi. Nech pul bo'ladi? Yo'q, uyat bo'ladi, sizdan pul olsam. Agar iloji bo'lsa shu nomeringizni bersangiz, shu bir-ikki xizmatlar bo'lib turadi. Lekin ja unaqa bezovta qilmayman. Vizitkami beraman, xo'p? Nima xizmat bo'lsa, ayting. Rahmat, mashinangizni itarganimdan xursandman. Salomat bo'ling, xayr. Alo. Alo, Munis, qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, kim bu? Men mashinangni itargan bo'laman. Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani xizmat bo'lsa telefon qilaverasa deganding. Shomurod jo'ramni bir tug'ilgan kuni edi, Telegramdan yumaloq video tashlab, Shomurod deb. Bo'pti, xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Jo'ra rahmat senga. Nima dedi? Urding-ku men uchun. Suv desam kaftimga qo'nadi. Shomurod aka, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzga kiring. Familiyamni aytmabdi-ku, Shomurod tiqilayotgan bo'lsa. Nima shuni vaqtida qaytmasdan jinni? Alo? Munis, qalaysan? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, da, aka tanidim. Gapiring. Buni familiyasini aytmabsan-ku, Munisjon. Egan berdik, ne voy? Voy akajon, men hozir bandman. O'lsin, siz faqat bandsiz. Davlat ishida ishlamaysan-ku, Munis. O'sha kuni men ham itarayotganda band edim. Qara, sal kulibroq jo'natsin, seryozni bo'lmas unaqa. Aka, sal kulib jo'nat, sal uncha seriozsan. Bo'pti, xo'p. Nima bu ahvol? Qayringdan yuvding mashinamni. Aka. Pulingni olmaysan, qarovchi. Aka, bekor bunga qattiq gapirdingiz. Nimaga? Munisa Rizayevani mashinasini itargan bola bo'ladi bu. Seryozmi? Nima deb o'ylading? 5 soling aka unda. Toat qilayni. Munisa Rizayevaning mashinasini orqasidan ushlagan qo'llarimni qirqmoqchi emasman. aka, hozir 3 ta odamga ashula aytamanmi? Nima qilibdi? Men bir o'zim mashinangni itardimmi? Sen ham 3 ta odamga aytasan. Bugun onamni gashtaglari bitta chotka qilib qo'shiq aytib bergan. Xizmat bo'lsa qilaman deganmiding? Ha. Davay. Hey, aka, sizga bay bo'pti paka. Xafa bo'lib gaplashamiz, balki yana ko'rishamiz. 5 sholing boriga baraka. O'lim nima deb jatdi buning? Aka deb. Ona deb aytsin. Ona deb aytasan. Akani olib tashlashanda ona deb aytasan. Hech qanaqa muammo yo'q-ku senga. Hey, ona, sizga bay bo'pti paka. Munisa Rizayevani mashinasini itargan moykachi siz ekansiz. Shu mashinani qanaqa itardingiz? Ishonasizmi aka? Kalbasa yegan pulimiz bo'lmasdi-da. Shunday go'yo kutishday keldilar-da. Mashinamni itarib boring dedilar. Bunday qilib itardim-da. G'ing qilib ketdilar-da. Endi bunaqa mashhurlikdan keyingi maqsadlar nimadir? Maqsad katta. Yana shunaqa mashhur san'atkorlarning mashinasini itarish oliy maqsadim. Nima bo'ldi, yuvdingmi? Voy, yo'q, men intervyu topshiryapman. Voy, intervyu beryapman men. Mashinasini itaribsan bir. Yo'q, yuvib tur. Keyingi savol. Alo, Munis, qalaysan o'rta? Qara, bir bolalar bilan choyxonada o'tiruvdik. Hali yangi chiqqan qo'shig'ingni bitta jonli eshitaylik endi. Gronkaga qo'yganman, bitta aytib ber. ey aka, farosatingiz bormi sizni? Soat 3 da ham telefon qiladimi? Dam oling. Qaysi ko'rdan shunga tartirdim mashinani bilmayman. Damini berib yubordi-ku. Kulmay
nima kulyapsan, ha? Damimni berdim men bu, tushunmadim. Seni Munis tanimaydi. Nima tanimaydi, mashinasini itarganman. Tapchikam, qani tapchikam. Farosatli, tur o'rningdan. Sizni kim kirizdi bo'tga? Bittasi qo'shig'ingni aytsang o'larmiding? Shuncha jo'ramni oldida parod qilding. G'alati emasmisiz? Qaytib itarganim bo'lsin. Mashinangni. Argentina tug'ib o'zingcha zvezda bo'lib qoldingmi? Kibrxon. Eringga ayt, ering itarsin. Sizga bay bay bo'pti paka. To'rt devorda Salomxon. Eva Yuzur, Shohruxxon. Ustoz, men sizning ashaddiy muxlisingizman. Meni shogirdlikka ola olmaysizmi, ustoz? Qanaqa shogird, ahvolingga qaragin. Boshqa ish qilgin bor. Men unaqa narsalarga vaqtim yo'q. Tushunarli. Shohruxxon, suvni o'tirib ichiladi. Turib emas. Keyin chap qo'lda emas, o'ng qo'lda ichiladi. Xosiyati yomon bo'ladi. Shoshmang aka. Ismingiz nima edi? Murodjon, Murod aka, siz shogirdlikka olsam maylimi? Faqat yo'q demang, iltimos. yo'q demasdim. Siz meni ko'zimni ochdingiz hozir. Sizni ko'zingizni ochgan bo'lsam xursandman. Bundan keyin doim ko'zingizni ochib yuraman. Keling, orqaga o'tiring. Oldinga o'tiray. Rulga o'tirsiz. Yo'q. Iltimos. Oldingizga o'tiraman. Mayli. Keling aka. Akajonim. Yo'q, o'zim ochaman. Baxshi zo'r bo'ldi, shoh. Ijodingga ko'z tegmas o'rta zo'r. Kim bu? Mo'kachimi shu? Bu meni yangi shogirdim, tanishiydi. Meni yaqin do'stim. Bunaqa gapirmalaring. Tanishib ollaring, o'rtoq bo'llaring. Shohruxxon aka ustoz, bu do'stlaringiz. Hozir Shohruxxon bo'lganingiz uchun yoningizda o'tiribdi. Ishoning, Shohruxxon bo'lmasdan qolsangiz, hammasi sizni tashlab ketishadi. Bu gaplarni aytish mening farzim. Noto'g'ri tushunmang. Davay bugun bir ujinga kechga yig'ilaylik hammamiz. Davay. Ha? Ovqating ye bo'ldingmi? Ha? Davay ketmoqda. 10 yillik o'rtog'imizmi deyapsan? 10 yillik o'rtoqmiz. Men Shohruxxon bo'lganim uchun men bilan o'tiribsan. Bo'lmasa telefon ham qilmasdilar. Jinni bo'lganmiz-a, Shohruxxon bo'lsa ujinga o'rtog'imiz. Aka gap qaytarmang, qo'ying, aytganlarni qiling, turing. Noto'g'ri ish qilding. Aka siz ham turing, nima o'tiribsiz? Noto'g'ri tushunmanglar. Shohruxxon ustoz. Bular nima haydamayapsiz? Ha, bu administratormi? Ukam-ku meni. Ha, ukangizmi? Ha? Ha, mayli, keyin haydaysiz. Ishlab turaversinlar. Ustoz, qizishmang. to'rt devorda qahratonda dardlarimni aytarib. Uzr ustoz, sal-shatda xato aytibsiz, qarang. Notadan chiqib ketgansizda, qarang. To'rt devorda qahratonda meni qiynading jonginam desangiz masalan tushadi. Nima deyapsan? Eshakka o'xshab hangrab, notaga tushmayapsan-ku? Nima do'stlar? Qanaqa eshak? Zo'r aytdi. Yo'q kompyuterni. Rahmat. Mana shunday ayting ustoz, zo'r Yo'q, chiqadi. zo'r aytaman. Yo'q dedimi? Yo'q deya. Sen nimani qilyapsan? Yo'q, mana shunday aytish kerak o'zi. Qarang ustoz, to'rt devorda qahratonda meni qiynading. Ha. O'shanday. Ustoz. Yodjon. Hayotdasan nimadir sifatda? Meni hayotda faqat bir narsa siqadi. O'sha nima? Nega kirlarimizni kir sovunda yuvamiz? Toza sovunda yuvsak bo'lmaydimi ustoz? to'rt devorda qahratonda dardlarimni aytarib. Bola. Vaqtimiz kamroq, keyinroq tushasizlar, iltimos. Nima? Nima keyinroq tushadi? Ustoz, sizni Shohruxxon qilgan mana shu muxlislaringiz emasmi? Nima deyapsiz siz? Vaqtimiz yo'q bizani. Siz kecha telefonga ham shunaqa javob berdingiz. To'yga zakaz tushyapti, qo'pol muomala qilyapsiz. Shular orqali biz Shohruxxon bo'ldik. Sen menga muomala qilishni o'rgatyapsanmi? Nima deysan? Ustoz, bu sizni pulingizdan ham uryapti. Ishonmasangiz hozir cho'ntagidan dollar ham chiqadi. Hey, Jam, mana. Nosakat. Mana bunisida manimcha. Mana. mani pulim bu.
to'g'ri aytishgan ekan. Zo'r bo'lsang begonalar salom berar soyangga, yaqinlaring pichoq urar orqangga. Telefonni Siz shunga ishonyapsizmi? menga ber. Bugundan siz administratorsiz. Sen bilan uyda gaplashamiz. Aka? Aka demang. Administratsiya nomerini bering. Bering bu yoqqa. Ha, tiqilib bo'l. To'g'ri gapir. Bir kun boshingizni yeydi mana shu. Kim? Bir kun boshingizni. O'chir ovozingni. O'zing o'chir. Bor yo'qol o'zing. Qayerdan kelding? San'atkor uchun haqiqiy do'st topish juda ham qiyin bo'ladi. Sizda haqiqiy do'stlaringiz bormi? To'g'ri aytdingiz, bugungi kunda haqiqiy do'st topish juda ham qiyin, ayniqsa san'atkorlarda. Lekin meni juda ham yaqin insonim bor. Men uchun eng qadrdon do'stim Murodjon, keling. Sizni bir tanishtirmoqchiman. Azizlar, meni eng yaqin do'stim mana shu Murodjon bo'ladi. Boringizga shukur ustozim. Boringizga shukur. Ustoz bitta duo qiling. Ustoz, yaxshi borib keling. Murodjon, yur Dubayda aylanib kelamiz. Ya Dubayga menga balo bormi? Qishloqda administratsiya nomerga javob berib turaman ustoz. Ha, uyda shitdan shundoq kalit olgin, menikida turib tura qol. Shitdami kal? Ha. Mashinam yo'q-ku ustoz. Ay, mana mashinani kaliti. Hayda maza qilib. Umringizdan baraka toping ustoz. Esalomon mazza qilib dam olib keling. Keyin zajgalga o'tkazmay ushlab qolishadi ustoz. Sen qayerdan bilasan? Bilaman endi. Mayli ustoz. Yaxshi borib keling ustoz, o'zingiz ehtiyot qiling, videolar qilib turing. Mayli. Bo'pti ustoz. Xo'p. Shoshma, sen bola Shohruxxonmisan, Shohjahonmisan, uraymi, tumshug'ingga tushiraymi? Odam ekansan, bilasanmi? Men seni odam deb, bor peshiyamni yig'ib navaramni to'yiga ishlab, nimaga kelmading, ha? Xizmat qilding-ku meni sen bola. Nima chet el dedim? Qanaqa chet el? Murodjonmi, bir administratorning bormi seni? Bor. Hamma pulni o'shanga berganman, nimaga kelmaysan? Nimaga berasiz unga pulni? Administratorman dedi, Toshkentda bo'ladi dedi. Shohruxxon, seni hurmat qilib banketga chaqirgan, nimaga kelmading? Men dam olish dedim. Administrator shu o'tadigan-ku. Bo'lishi mumkin emas bu narsa. Bo'lishi mumkin. Kim bu? Voy. Shohruxxon? Kim chaqirdi Shohruxxonni? Men xo'sizlar meni uyimda, nesiga chakvoz? Qanaqasiga seni uying bo'ladi? Kecha olganman bu uyni. Keng yarmiga sotib yubordi. Yaxshi bola ekan. Qiynalgan bola ekan. Nima edi haligi ismi? Murodjon. Murodjon. Bundan keyin doim ko'zingizni ochib yuraman. Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage. Ustoz, shogirdlikka olmaysizmi? Shogirdlikka? Do'stlar, bugun O'zbekistonning eng boy biznesmenlaridan biri bilan intervyu qilamiz. Bobur Piradas akami yo Paradismi? Piradas. Bobur Piradas, O'zbekistonlik milliarder. Nimaga Piradas? Yoshligimda shu o'rtoqlarim qarshi urib kelardi. Bermasam Bobur Piradas derdi, shu bilan men Piradas bo'lib ketdik. Boburga tushunishim bo'yicha oddiy odam emassiz, mashinalaringiz ko'p. Nechta mashinangiz bor o'zi? Endi bir akamizni ko'rsatibsiz, 39 ta mashinam bor debdi. Menda 78 ta bor. Men bu mashinada asosan endi semichka, non-pon, qurt-purtlarga chiqib turaman. Qolgan ishlarimni hal qilish uchun o'zimning shaxsiy samolyotim bor. Masalan, Chilonzordan Shotarostoygacha shaxsiy samolyotimda boraman. Shaxsiy samolyotingiz bor? Mana bu shlyapa Brunello Kuchinellimi yo Lorepianami? Qatdan buni sotib oldingiz bu? Birinchi marta ko'rishim. Nima degan brend, bilmayman. Menga sovg'a qilishdi. Buning ustida quyosh batareykasi joylashgan. Masalan, telefonlarning zaryadlarini o'zim orqali zaryad beraman. Bitta shaharda unaqasi? Bitta shaharda bitta. Bobur Piradas aka. So'kinmanga. Piradas. Tilim kelishmayapti. Piradas aka, qanday qilib siz millioner bo'ldingiz? Akammisan, borib bu savolingni borku, millioner akalaringga berasan, tushundingmi? Nimaga? Men milliarderman.
Bobur aka, 1 million dollaringizni qanday ishlagansiz? Kamboja degan davlatni bilasizmi? Eshitganman, investitsiya kiritganmiz sotga. Yo'q. Bitta akamiz kim Kamboja davlatining xaritini topib bersa 1 million beraman deganda, o'shanda men topib bergandim. 1 million bergan. So'mda. Elon Musk telefon qilyapsiz. Ha, Elon Musk. Jo'ra, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Sen ishlayapsanmi? Ha, ishla, men dam olyapman. Ana Elon Musk aytayapti. Elon ota mahallada ekan, intervyu qila olmaysanmi? Qilaman, voy nima qilayman? Shu bilan qilma. Vahshiy maqtanchoq. Pulni beraman, qilma shu bilan. Yo'q, qila olmas ekan, jo'ra, vaqti yo'q ekan buni. Bobur aka, rahmat intervyu uchun. Vaqtimiz cheklangan, lekin Nima bu? Suv bilan salat. Reklamaga olmaganmisan bu yerni? yo'q, o'zingiz mehmonga chaqirdingiz-ku. Nima qilay? Seni intervyuga chaqiryapsan. Qancha bo'ldi? 32 mingmi suv bilan salat? Ha, aka. Skitka qilmaysizlarmi? Ha, o'zi 32 ming-ku. Yo, men to'lamayman. O'zing to'la. Yo'q, men to'lamayman. Nimaga to'lamaysan? Sen mantiqan o'ylab ko'r. Sen meni intervyuga chaqiryapsan. 32 ming to'la, meni hozircha pulim yo'q. Bobur aka, mehmon qilaman dedingiz-ku. Qanday men mehmon qilaman? Intervyuni sen aytding-ku qilaylik deb. Yo'q. Men to'lamayman. Xafa bo'lmang-yu, men ketdim. Aka, men to'layveraman. Aka, tinchlikmi? Latifjon, men bor o'zi 5 ming maydan chiqmaydimi? Chiqadi, nimaga? Onasini ham sanishdan puli ekan, chiqib keta olmayapman-da. Bo'ldi aka, muammo yo'q. Kambojada bolalarga aytaman, kartinga tashlab yuboradi, xo'p? Bo'ldi. To'xtab turing. Lekin haqiqatan ham terroraz bola ekansiz. Men boshida aytdim-ku, piradasman men. Yo, asta. Mani vaqtim o'chil ekanki, xudoga shukr. Baxtingiz yo'q, hech yo'q. Jo'ra. Bitta narsani bilib qo'y, to'ydan keyin qorning chiqib ketadi. Bo'lmagan gap, meni qornim chiqmaydi. Ko'rasan-da. Ko'ramiz. Bo'lak, ketaylik, bo'layotganini ko'raylik. Uylanish mazza ekan-ku. Ha o'g'lim, qora nima deyapti qora? 5 ta pressni bitta qilibsan-ku. Bu qorin emas, dada. Qorin bola, mana o'zi qorin qo'yishni ham boshlabsan. Men ham uylanganimda qo'yganman shunaqa. Kechasi bilan uyqu bo'lmadi. Bolam, qornimda joy osilib yotibdi. Qornim yo'q-ya. Ana kenguruni qorni o'xshab osilib yotibdi. Will seni ikkishingda bir jin. Voy, men ham qo'rinchasiga boshimni qo'ysam-da. Nimaga? Yostiqcha uyushqab turibdi. Boy qol. Qornim yo'q mana, bor ishingni qil. Qornim yo'q mana. Voy toba. Ha, xolos tinchlikmi? Ha, qurib ketma ko'r. Men seni qonningni ko'rib, hokim bu kelyaptimi deb o'ylabman. Nima deyapsiz? Meni qornim yo'q. Ha, bu nima? Bu press, siz tushunmaysiz buni. Hay, pressing qurmasin seni. Boburjon, yangilik kelinda emas, sanda bo'ldimi deyman, ha? Nimaga unday deyapsan? Qorinchani aytaman-da, necha oylik bo'ldi? Ko'raman. Qornim prosta dam bo'lgan. Bobur! Bobur! Yana o'rtog'im keldi, meni yo'q deb qo'y. Assalomu alaykum, Bobur akam, yo'q edilar. Ana qorni chiqib turibdi-ku. Ha, nima? Men senga aytganmidim qorning chiqadi deb. Chiqar ekanda onasini ham sen. Nimadan chiqadi bu? Gormonalnimi? Aytguncha ekuzgu. Dunyodagi eng chiroyli qiz kim? Dunyodagi eng go'zal va eng chiroyli qiz sensan, faqat sen. Ibi, uylay. Ana Instagramdagi chiroyli qizchalarchi? Ular barchasi effekt. Ular montaj qilib yuzlarini to'g'rilab qo'yishadi. Sen tabiiy chiroylisan. Shunchalik ham chiroyli bo'lamanmi? Chiroyingga ehtiyot qil, ko'z tegmasin. Ey sota qizi, bir soatdan beri dadang chaqiryapti. Nima qo'tirsanlar, ha? Ko'zga ko'z o'ynaysan, menga detski banayotganlar. Vat! Uzr oyijon. Uzr oyijon. Men bor uzr. Ey ko'zga to'xta. Dunyoda eng chiroyli kim? Siz chiroyli oyijon, faqat siz. Xudoga shukr. Kelinimdan chiroyli bo'lsam bo'ldi. Shu chiroyimga bitta isiriq tutatib yuboraymikin, ha. Mana yoqqa tushing, singlim, meni yoqqa tushing.
Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Komila Lo'limidingiz? Aka nima bo'pti? Men tanibyapsizmi? Men Kamila Lola blogerman. Men sizni ot qashqashda taniyman. Kecha istoriyangizda open budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmayapti. Biz telefon qilishib yuboraman, ukalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizga. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustingizdan, singlim. Tushyapti, o'zi 1 minut hal qilib yuboraman, ukam. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? Open budjetga bergan ovozing pulini olib keldingmi? Yo'q, tashlab beraman deyapti-ku. Kim? Komila Lola bloger. Yur, ana shunaqa blogerlarga ishonib, ha? Mana matqovuldi o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Turib kel. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bola. Lola pipimidi. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim open budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'pti? Qo'li berib pul tushmayaptimi? Tushma. Sheva qatdiki? Navoiy City'niki. Yo, vayshi tushmayapti pulingiz. Nimaga tush aldavoz? Uyga borib boqing, tushyapti, pul tushyapti. Ha, uyimgacha borguncha tushyaptimi? Ukalarimga aytibman, tushyapman. Bo'ldi, kutaman. Bu odam bo'lmaydi. Nimaga dada? Qani 20 ming so'm. Abduqodirni qara. 20 yoshida geylik oldi. Sen bo'lsa 20 ming so'm ovozingni pulini ola olmayapsan, ha? Hey, Abduqodir to'yiga Xo'land bilan Gvardiola kelayotganmiz. Lekin buningizni bu yurishi bo'lsa, to'yingga kuchuk ham kelmaydi, bildingmi? Xullas, bu yurish bo'lmaydi. Yazna, apa, buni yaxshilab o'qitish kerak. Yaxshi inshaalloh bor, dam soldirib kelaman. Va universitetda o'qitinglar deyapman, Universitet qayerda joylashgan biz bilmasak uni. Biz bilmasak. Menga qara, bilmasang bilib qo'y, jiyan. Termiz shahrida Termiz iqtisodiyot va servis universiteti bor. Shu yerda o'qib odam bo'lasan. Hozir men odam emasmanmi? Ha, o'qisang inson bo'lasan, tushundingmi? Bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi. Bu yerda ana Ozoda malimlar Hikmatoy malim dars bermaydi demişlar. Yo'q, bu yerda faqat chet eldan kelgan mutaxassislar dars beradi. Yo'q, talabalar bunaqa uxlaydigan joyi bormi? Yotoqxonami? Ha, shunaqa bor. Bor. Agar bu yerda yaxshi o'qisang, senga rektorskiy stipendiya berishadi. Undan tashqari chet ellarga jo'natishadi. Chet ellarga? Ha? Добрый вечер, qizlarchalar. O'zman Termizdaman. Sen manaqaga? Seni kim eding sen? Papilomanmi, kim eding? Ukam Kamila Lolaman. Qani mana 20 mingga ber baqa. O'zi peribor, jonga tegyapsiz, ukam. Bizani aldashyapti reklama beruvchilar. Bizga moson tutavermang blogerlarga, ukam. Menga qara, menga seni kim aldaydi, tushundingmi? Menga 20 ming ber. Mana sizga 20 ming. Jinda. Aktiving tushib ketsin. Olim. Xotiningga ayt, sochini yig'ishtirib yursin. Hamma yoq sochib ketdi. Kecha dadangni ovqatdan ham chiqdi. O'zingiz ayting. Men endi qanday aytaman shuni? O'zing aytaver. Xo'p, aytaman. Bobur aka, Oyjonga ayting, o'zlarini suvni ishlatsinlar. O'zlariga alohida olib kelganmiz-ku. Bor, o'zing ayt shuni. Men qanday aytaman? O'zingiz ayting. Ey, xotiningga ayt. Har soatda pampers almashtiradi. Birinchidan bolaga zarar, ikkinchidan cho'ntagingga zarar. Mana dadang aytdi. Men qachon aytdim? Jima tarang. Aytasanmi? Oyi, o'zingiz aytsangiz bo'ladi-ku. Ey, men qanday aytaman? O'zing ayt. Bo'pti, aytaman. Deydi hammasi. Bobur aka, Oyjonga ayting. Ona ko'nglingizni. Yaqayur. Qayerga? Yaqayurda oldingi to'y. Qayerga? Mana ayam, o'zlariga gapir, yuziga gapir. Ayajon, o'ziga gapiring, keliningizga gapiring endi. Men nima deyman? Shunday yaxshi kelinimdi. Qachon gapirganman? Sen gapir, gaping ko'p edi-ku. Men nima deyman, Bobur aka? Jannatim qaynanam, onamdayin mehmonimsiz. Bu aktrisalari sizlarga bir Oskar berish kerak. Rol o'ynashni qaranglar bularni. Mahoratli aktrisalar. Bravo! Ay taxor omadim, har xor men